Xitoy Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik sababli o'ziga embargo yurgizgan Amerika va Kanadaga qarshi embargo yurgizdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu davlatlardan kelgan bir qism shaxs va tashkilotlarning qora tizimlikka kirgizilganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Amerika va Kanadaning oldin qapda bir taraflama jazo yurgizganligi eskartildi. Bayonotda bu davlatlar Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi kerak deyildi. Xitoyning bu qaroriga Amerikadan inkos keldi. Tashqi ishlar ministri Blinken Xitoy kishilik huquq va asosiy erkinlikni qo'g'daydiganlarni qo'rqitish va jimoqtirishga urinyotidi dedi. Xitoyning bu yo'linishdagi urinishining Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati to'g'risidagi xalqaro tekshirishni texmo kuchaytirganligini ko'rsatgan Blinken Xitoyning Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining ikki amaldoriga qaratgan o'ch elish qarorini aybladi. Amerikaning Kanada, ئەنگىليە, Yevropa ittifoqi va boshqa ittifoqdoshlarini Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligiga xotima berishga chaqirganligini bayon qilgan Blinken Xitoyni xohlagancha qo'lga olgan etnik va diniy osonliklarni qo'yib berishga chaqirdi. Şivsiyani asos qilgan kiyim-kechak do'koni zanjiri H&M Xitoyni Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni paxta itizida majburiy emgakka selish jinoyati bilan ayblab, bu rayondan paxta sotib olishni to'xtatganligini jakarlagandan keyin bu markaning mahsulotlari Xitoydagi mol sotib olish suqlaridan o'chirilishga boshladi. Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo va Lacoste qatorliq dunyo markalarining Sharqi Turkistondan paxta setib olmaydiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoyning bu shirkatlarning mahsulotlarini elektronlik savdo tor bekatlaridan chiqarib etilganligi mo'ljallanmoqda. Egilinishcha, H&M'ning mahsulotlari Alibaba, Pinduoduo, JD.com va Tmall qatorliq tor bekatlardan o'chirilgan. Xitoy davlat taratqullari bu markalarni mamlakat miqyosida boyqut qilishga chaqirgan. ئەنگىليە باش مىنىستىرى بورىس جونسون ئەنگىليەنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا كىشىلىك ھوقۇققا دەخل تەرۇز قىلغان 4 خىتاي ئەمەلدارى ۋە bir organىغا ئېمبارگو يۈرگۈزۈش قارارىدىن كېيىن بۇ ھەپتە ئاخىرىدا تويىتتېردا يوللىغان ئۇچۇرىدا ئۇيغۇرلارنى تىلغا ئالدى. جونسون ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا بايانات e'lon qilib, o'zining Uyg'ur musulmonlari sababli Xitoyning embargosiga uchirgan shaxslar bilan birga ekanligini aytdi. 22 mart ئەنگىليە, Yevropa ittifoqi, Amerika va Kanada bilan birga Xitoy amaldorlariga embargo yurgizgandan keyin Xitoymo ئەنگىليەga qarshi embargo qarorini e'lon qildi. ئەنگىليە bosh ministri Boris Johnson ijtimoiy taratqularda Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan bisimini bayon qilib mundaq dedi. Bugun atiganda men Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligini yo'ritib bergan bir qism kishilar bilan so'zlashdim. Men ular va Xitoy embargo yurgizgan boshqa ئەنگىليە fuqarolari bilan birga turaman. Amerika prezidenti Joe Biden ئەنگىليە bosh ministri Boris Johnson bilan o'tkazgan telefon suhbatida demokratik davlatlarni Xitoy tashabbus qilgan bir balvoq bir yo'l turiga qarshi bir tashabbusni o'tirg'a qo'yish taklifi bergan. Biden hafta oxirini o'tkazmoqchi bo'lgan Delawaredagi prezident aeroplanidan tushganda muxbirlarning savollariga javob berdi. Biden ئەنگىليە bosh ministri Boris Johnson bilan telefonda ko'rishganligini tilga olib, o'zlarining klimat o'zgarishi va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti ittifoqini kuchaytirish masalalarini muzokara qilganligini bildirdi. Biden mundaq dedi: "Biz yana Xitoy masalasini tilga olib, ularning yo'l va balvoq ustidagi raqobatini muzokara qildik. Men demokratik davlatlarning buningga o'xshash tashabbusini o'tirg'a qo'yib, qiyinchiligi bor ommaga yordam berishni tavsiya qildim." Amerikaning embargosiga uchirgan Eron va Xitoy diplomatiya ministrlari shanba kuni 25 yillik hamkorlik kelishimi imzoladi. Eron davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Eron tashqi ishlar ministri Zarifga mundaq dedi: "Ikki davlat munosabati hozir strategik sheriklik darajasiga yetdi. Xitoy Eron bilan bo'lgan munosabatini umumyuzlik taraqqiy qildirishni xohlaydi." Wang Yi Tehronda kelishim imzolanishidan ilgari prezident Hasan Ruhoniy bilan ko'rishgan. Kelishimga asosan Xitoyning energiya va ul asliha qatorliq sohalarga mablag' selishi mo'ljallanmoqda. Ruhoniy kelishim haqida mundaq dedi:
yadro kelishimining yo'lga qo'yilishi va Yevropa davlatlarining mas'uliyatini ado qilish jihatda ikki davlatning hamkorligi intayin muhim. Wuhan virusi vaksinasiga kelsak, biz Xitoyning texnik ko'p vaksina bilan ta'minlanishini umid qilamiz. New York vaqt gazetining xabariga qaraganda, bu kelishim Xitoyning banka, telegraf, port, temir yo'l, sahiya va uchur texnikasi qatorliq nurg'un sohalarga $400 milliard mablag' silishni planlagan. Bunun bedeliga Xitoy qarorlik holda Erondan neft setib oladi.